Assalomu alaykum. Qadrli qadrdonlar, do'stlar ham. Metal fabrikamizda ishlab chiqarishlarimiz bor. Sizlarga bir ilmiy bo'lishsin. Barobarlarimiz bor. Ishlarimiz bor. Bunda qanday variantlarni ishlashlarga bo'laveradi. Ko'pchilik ma'lumotlarni ketgan taqdirda ishlarimiz bo'lgan o'zbekistonlik biladi. Rasman hozir o'zbek xalqiga juda ma'qulroq, juda yoqqan ishlarimiz juda chiroyli ham chiqyapti bu darolarga. O'zimizga chiqarib beradi. Tekkiz lista fotoğrafı olursa Uyonu alıp darvozaya boshlayveradi. Faqat zakaz kabilar. Listamiz bor. Hammasi to'g'ri qilsa bular 1-3 bo'lgan. Bog' ichidagilari bular 78-lari. Mana bu listamizni Dubai qo'shimchalar shtamplovka list 1-3 varianti bu. Buni hokimga qanday arzonroq kerak bo'lsa, 1-2, 1-9 chiqarib beramiz. Bu karnizlarimiz 2,5 metrdan. Bular boshqa mashq qalblardan 40 xil qalblar bor. Mana ishlarga jamoatlarga mana ishlash jarayoni. Bu aparatimiz 25 tonna bilan bosiladi. Faqat hammasi yoqqa ishlaydi. Ikkita gidrolda ishlaydi, xolos bu yoqda. Listimiz mana 8 listamizda shu aparat yurib chiqaryapti. 8 listimiz mana bu. Yo'ldan ko'rsatish uchun. Mana bu yo'ldan tekkiz listimiz bor. Chiroyli gul qilib beja qilib chiqariladi. Bu hammasi 1-3 bo'ladi. Buning bu listimizda 1-3 ham bor, 1-1 ham bor, 1-2 ham 0.9 ham bor. Bular qabulashlar avlamistlarimiz qo'shnilarimizga bir holatda shtamplovka listlar hammasi bor. 1-3liklar. Bular fabrikani ishlash jarayoni. Mana bu so'rlarimiz kimga qanday so'rilar, tapchalar kerak bo'lsa shu ekranda yozuvlar qoldiramiz, aloqa chiqaverasizlar. Bu so'rlarimiz 3 metrga 2,5 metr. 10 gon stoyka ishlatilgan. 10 gon qalinadigan. Lak, kraska hamma yo'q bo'lgan. 8 ga 4, 1-7 stenkadan 2lik stenka ishlatilgan ekan. G'ildiroqlari bormi taglarida? Ko'shnalarning g'ildiroqlari ham juda zo'r, bu tagi formati. Hamma yo'q tayyor.